tamoq yegingiz kelmay ishtahingiz tutilib qolgan kunlari menga o'xshash ochiq-chuchuk xuajar qilib yeb yiqma, ta'm tilingiz lam qoldi. Cho'ng kichik kelmaylar yoqtirib yeydi. Buni qanday qatdimki qinamiz birlikda o'rganaylik. 500 gram unga 2 gram tuz, 5 gram ko'ptirgich, 5 gram shakar silib videoda ko'rsatgan bo'yicha bo'sh mamas, ching mamas qilib xamir yug'urib olamiz. Diqqat qildigaysizlar, xamirga yaxshi ishlab, yarim soat atrofida ko'ptirib olamiz. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba. Bozorlik sovuq say darskimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Öylab tayyor bo'lgan xamirimizga yaxshi ishlab, videoda ko'rsatgan bo'yicha nipizalati yeyib olamiz. Uningdan keyin cho'ng ustamning yangidan bozorga chiqqan yaykan samsaqli qizilmush qiyamidan o'zimizning ehtiyojimiz qarta silib olamiz. Bu samsaqli yog'muchining aloyligi bo'lsa, yaykanning a'lo sifatli lasi, uningdan boshqa samsaq, qichig'i, ham yeyishlik qilish uchun kunjut, zira, kavojin uni, mo'tadil bo'lgan arpa badiyan qatorliq materiallar bilan tujublab ishlab bozorga sapdi. So'ng piyoz azroq ajjashmay qo'yib, buning ustiga chechivatganki videoda ko'rsatgan bo'yicha turmaklab, qasqang silib 15 minutdan 20 minut atrofida dumlab pishirib olsaqli bo'ldi. Ajoyib o'xshab ketibdiki, uydagilar yeni bam deb turib yeb ketdi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz sizmi tip sinab yiqing.